Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenve İşxanası'nki daimi vekili baş elçisi Şuçin, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın atalmış Uyghur Abdunum rayonu, yani Şarkı Türkistan'a kılgan dostlarını ziyaretini karşı alıdığanlıqını, ama onlarının teşvirişke gelişige karşı turduğanlıqını bayan kıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarının bayanatçısı 1. oktyabr, bizning atalmış Uyghur Abdunum rayonuga hech qanday erishish yoki ziyorat qilish huquqimiz yo'q degan edi. Konchilik şirketlari asosliq ishlab chiqarish markazlaridagi qattiq yomg'irning ziyonli ta'siriga duch kelganlikdan Xitoydagi ko'mir bahosy yangi rekord yaratdi. Jingju tovar bozorida ko'mirning qarallik mal bahosi 8,8% o'rlab, har tonnasi taxminan $254 ga yetib, yangi kunlik rekord yaratdi. Amerika Mudofaa Ministrligi 5 burchaklik binodagi bosh yumshoq detal mutaxassisi Nikolas Chaylan xizmatidan iste'fo bergandan keyin sun'iy idroq texnikasidagi raqobatda Amerikaning Xitoyga yengilish oldida turganligini aytdi va Amerika doiralarini tanqid qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Qozog'istonning poytaxti Nur-Sultonda o'tkazilgan Qozog'istonning Parij kelishimiga yetishdagi qadamlari va karbon betaraf qilish nishoni temasidagi xalqaro yig'inda so'z qildi. To'qayev yer sharining isib ketishining O'rta Osiyodagi sur'atining kishini cho'chitadiganligini va bu sohada jiddiy harakat qilinish kerakligini o'tirib qo'ydi. Xitoyning Wuhan shahrida 2019 yilning oxirida ko'rilgan koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni dunyo miqyosida 239 million 126 mingdan oshib ketdi. Xitoyning ommaviy sahiya maslahatchisi Feng Yong o'zlarining qo'llangan ommaviy sog'lomlik tadbirlari va mamlakat miqyosida emlangan 2 milliard 200 million Xitoy virusi vaksinasining virus bilan yuqumlanuvchilarning umumiy sonini 100 mingdan tuban saqlab qolganligini o'tirib qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yil oxirigacha Yevropaga tabiiy gaz to'shishni eng yuqori saviyaga yetkazganligini bayon qilib, biz g'arbdagi sheriklarimiz bilan Yevropaning energiya bexatarligi uchun tirishayotimiz dedi. Putin davlatining Yevropaga tabiiy gaz to'shishga munosabatlik to'xtamdagi majburiyatini ado qilganligini ta'kidladi. Beijing hukumati Tayvanga yaqin joydagi harbiy manevrning Tayvanning chet el kuchlari bilan til biriktirganligiga qarshi inkos ekanligini aytdi. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Ma Xiaoguang Tayvanni jiddiylikni kuchaytirish bilan aybladi.